yigitni yaqin kunlarda shohid bo'lgan bir voqeasini aytib bermoqchiman. Bo'lgan bir voqea. Bir joyda avtohalokat sodir bo'ldi. Katta tezlikda kelayotgan mashina halokatga uchradi. Qarasam deydi, tez yordam mashinasi, atrofi to'la odam, gavjum to'plangan. Yengil mashinadan taxminan 25-26 yoshlardagi bir o'smir yigitni zo'rg'a chiqarib olishdi. Qonga belanib yotardi. Baqirib, chaqirib, tanasi ezilib ketgan, oyog'i esa badanidan bo'lak holda edi. Oyoq uzilib ketgan. Chinqiradi, qichqiradi, titraydi. Bir payt o'zini akasi yonida ekan, unga shikast yetmagan. O'lishni istamayman. Ey Muhammad, akasining ismi Muhammad ekan. Aka, o'lishni istamayman. Men namoz o'qimaganman-ku hayotimda bir. Vallahi o'lishni istamayman. Xudoga qasamki o'lishni istamayman. Aka, o'lgim kelmayapti. Nogiron bo'lsam mayli. Shal bo'lib qolsam mayli. Bir umr ko'rpaga mixlanib qolsam mayli. Lekin o'lishni istamayman. Chunki hali namoz o'qiy olmadim. Ko'ziga o'sha paytda kelgan narsa. Hali men namoz o'qiyman, nogiron bo'lsam ham, shol bo'lsam ham, bir joyda yotsam ham namoz o'qiyman. Aka, o'lgim kelmayapti. Dod deb yig'laydi, o'lgim kelmayapti. Qon ko'p oqqanidan oyoq uzilgan. Uka, iltimos la ilaha illalloh degin. La ilaha illalloh degin. Doktorlar kelib aylanib o'qildi, bu qildi, ishlasa bo'lmadi, ovoz tobora pasayib boryapti. U yigit chiqirib, jon chinqirib, jon talvasasida baqir-chaqirdan bo'shamayapti. Uni tiliga kalima kelgani yo'q. Chunki o'sha kungacha tili bu kalimaga o'rganmagan. Faqat o'lim soati yaqinlashayotganda ko'z oldiga nima keldi ekan? O'sha yigitni ko'z oldiga nima keldi ekan? Men shol bo'lishimga roziman, bir joyda yotib qolishimga roziman, o'lishni istamayman, hali namoz o'qiyman. Menga fursat bo'lsa bo'ldi deb dod deb baqirishi uchun ko'z oldiga nima keldi ekan? O'sha holatga tushmaguncha, hangomi ajal soatiga tushmaguncha inson bu holatni hech kim aytib bera olmaydi. Shifokorlar u yoqqa o'tdi, bu yoqqa o'tdi, bolani ovozi pasaydi, to'xtadi, jon qaltirashdan, jasad qaltirashdan to'xtab, jon ruh parvoz qilib chiqib ketdi. Joni uzildi. Doktorlar qo'limizdan kelgani shu bo'ldi, ko'p qon yo'qotgan. Bu jon berdi. Bandalik, sabr deyishdi. Ana endi yigit aytadi, men birinchi marta ko'z oldimda jon berayotgan insonni ko'rdim. O'sha yigit nima uchun men o'lishni istamayman, hali namoz o'qimadim-ku. O'lishni istamayman, jonim qolsa, nogiron bo'lib qolsam ham mayli, hali namoz o'qiyman degan so'z tiliga qayerdan keldi ekan? Jon chiqayotgan paytda oyoq kesilgan halokat tufayli jon insonni oyog'idan boshlab to bo'g'ziga kelguncha uning ko'ziga nimalar ko'rsatildi ekan? Nima narsaga ro'para kelishi uning ko'z oldiga Alloh tomonidan bildirildi ekan. Yigit aytadi, unga guvoh bo'ldim. Kechasi bilan ko'zimga uyqu kelmadi. Mijja qoqmadim. O'sha on, ey Xudo, o'lgim kelmayapti. Jonimni omon qil, nogiron bo'lsam ham roziman. Namozimni o'qiyman deb dod deb qoldi-yu, lekin tiliga kalima kelmay dunyodan o'tib ketdi. Ana shu holat menga nihoyatda ta'sirli bo'lib, kechasi bilan uxlolmadim. Xuddi yosh boladay bo'zlab, ho'ngrab, ertalabgacha yig'lab chiqdim. Quloqim ostida o'lishni istamayman, men namoz o'qiyman degan o'sha yigitni aytgan gaplari quloqim ostida aylanar edi. Shu o'rinda bitta so'zki, ko'pchilik joyga borsak, qayerga borsak, duo qiling, yilimiz xayrli bo'lsin, yaxshi bo'lsin deyilyapti. Yaxshi niyatlar qo'ydik. Yilda oldimizga ko'p maqsadlar qo'ydik. Nimani maqsad qildik? Nimani niyat qildik? Niyat qilgan narsamiz nima bizni? Bu yil to'y qilsam, o'qishga kirsam, hajga borsam, mashina olsam, uy solsam, mana shunaqa niyatlar qildikmi? Yo Parvardigor, meni birorta namozim qazo bo'lmaydigan bir fursat ber, dedikmi? Yoki mana shu bugundan boshlab hamma hayotimda seni rizoligingni topaman deb, rasulingni ko'rsatmasida yuraman deb hayot kechiray. Menga shunday mazmunli umr ber deb niyat qildikmi? Yo yana o'zimizni shahvat, nafsimiz, xohishimiz istagan narsa